Assalomu alaykum. Bugun siz bilan gaz ajralishi, rang o'zgarishi va cho'kma tushishi hodisalarini o'rganamiz. Ishimizdan maqsad kimyoviy reaksiyalarning tashqi belgilarini aniqlash va amaliy tajribalar asosida tahlil qilishni o'rganishdir. Tajribamizni boshlashdan avval xavfsizlik qoidalariga amal qilishni unutmaymiz. Birinchi tajribamiz gaz ajralishi bilan boradigan tajriba bo'lib, buning uchun bizga kerak bo'ladi sirka kislotasi, oldindan o'lchangan natriy gidrokarbonat, o'lchov kolbasi, baronka va bitta shar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib sharimizga baronkamizni o'rnatib olamiz va natriy gidrokarbonatdan solib olamiz. Va kolbamizga sirka kislotasidan quyamiz. Va sharimizni kolbamizga o'rnatamiz. Sharimizdagi natriy karbonatni sirka kislotaning ustiga qo'shamiz. Va reaksiyada gaz ajralayotganini ko'ramiz. Gaz ajralishi hisobiga sharimiz ko'tariladi. Bu yerda ajralayotgan gazimiz karbonat angidridi hisoblanadi. Birinchi tajribamiz gaz ajralishi bilan boradigan tajriba bo'lib, biz bunda sirka kislotasining ustiga natriy gidrokarbonatni qo'shgandik. Natijamiz esa sizga ma'lum. Ikkinchi tajribamiz rang o'zgarishi bilan boradigan tajriba bo'lib, buning uchun bizga shtativ, probirka, metil zarg'aldog'i, kaliy ishqori, xlorid kislota va pipetkalar kerak bo'ladi. Birinchi probirkamizga kaliy ishqoridan 2 ml quyib olamiz. Ikkinchi probirkamizga xlorid kislotasidan 2 ml quyib olamiz. Va har ikkala probirkaga metil zarg'aldog'idan qo'shib chiqamiz. Metil zarg'aldog'i ishqoriy eritmada ko'rib turganimizdek sarg'ish rangga kiradi va kislotamiz esa metil zarg'aldog'i ta'sirida ko'rib turganimizdek qizil rangga kiradi. Bu tajribadan maqsad har ikkala metil zarg'aldog'idan har ikkala probirkada muhitni aniqlash uchun qo'llaniladi, ya'ni ishqoriy muhitda sariq, kislotali muhitda esa qizil rangni beradi. Ikkinchi tajribamiz rang o'zgarishi bilan boradigan tajriba bo'lib, bunda biz metil zarg'aldog'ining har xil muhitda rang o'zgarishini ko'rgandik. Bunda ishqoriy muhitda metil zarg'aldog'i sariq rang, kislotali muhitda metil zarg'aldog'i qizil rangga o'zgardi. Uchinchi tajribamiz cho'kma tushishi bilan boradigan tajriba bo'lib, buning uchun bizga oldindan tayyorlangan qo'rg'oshin nitrati eritmasi, kaliy iodid eritmasi va o'lchov kolbasi kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib kolbamizga oldindan tayyorlangan qo'rg'oshin nitrat eritmasidan quyib olamiz. Va qo'rg'oshin nitrat eritmasining ustiga kaliy iodid eritmasidan asta-sekinlik bilan qo'shamiz.
eritmani aralashtiramiz va ko'rib turganimizdek, bu yerda qo'rg'oshin iodidi cho'kmasi xuddi yulduzchalarday bo'lib yaltirab turibdi. Bu tajribamizda kaliy iodid cho'kmasi tushdi. Buni oltin yomg'iri deb ham nomlaymiz, chunki kolbamiz devorida oltin misoli tovlanayotgan cho'kmalarni ko'ryapmiz. Uchinchi tajribamiz cho'kma tushishi bilan boradigan tajriba bo'lib, bunda biz qo'rg'oshin nitrati eritmasiga kaliy iodid eritmasini qo'shgan edik. Natijada kaliy nitrat va qo'rg'oshin iodidi cho'kmasi tushdi. Shu bilan bugungi tajribamiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz siz bilan gaz ajralishi, rang o'zgarishi va cho'kma tushishi hodisalarini o'rgandik. Endi sizga savol: qo'rg'oshin nitrati suvda yaxshi erimaydi, lekin biron bir erituvchida juda yaxshi eriydi. Qaysi erituvchida yaxshi erishini izohlarda qoldiring.